Kecha qandli diabet bilan bir bemor klinikamga keldi. 150 kilogramm, 60 yoshda, 3 yildan buyon qand kasali bilan og'rigan. U menga shunday yuzimga qarab aytdi: "Doktor, men 15 ta tabletka ichayapman. 15 ta. Tasavvur qilyapsizmi? Lekin holim yo'q, har kuni yomonlashib boryapman. Bir kun yangi shifokor, yangi dori buyuradi, yana yangisiga borsam, yana boshqasini qo'shadi, yana boshqasiga borsam, yana qo'shimcha dori qo'shyapti. Qachon tuzaladi bu narsa? Meni hayotim shunchalik bo'ladimi?" Men unga bittagina savol berdim. Shu bitta savolni eshitib, o'zi yig'lab yubordi. Bugun shu savolni sizga ham aytaman. Lekin oldin biz bugun nimani muhokama qilamiz? Agar sizda yoki oilangizda qandli diabet bor bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rayman va ekranga yaqinroq kelib oling. Bugun shunchaki xulosalar haqida gaplashamiz. Ana, oldimda hech narsa yo'q, shunchaki chanqab qoladigan bo'lsam, suvdan foydalanaman va faqat shu yaqin kelajakda bo'layotgan o'zimni tajribalarim va o'zimizda qo'llayotgan ba'zi bir insaytlar bilan bo'lishaman. O'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Men sizga bugun aytadigan 5 ta narsa O'zbekistonda juda ham oz shifokor aytadi. Chunki buni aytish uchun juda ham ko'p aynan asoratli, aynan muammoli kasallarni ko'rish kerak. Ko'p o'qish kerak, yangi standartlarni bilish shart. Men 7 yil davomida minglab bemorlar qabul qildim va mana shuncha bemorlardan olgan tajribalarimni va tahlillarimni sizga bugun bermoqchiman. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdanda ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Men haqimda ma'lumotlar juda ko'pchilikda allaqachon bor. Men haqimda ma'lumoti yo'qlar uchun esa, men Buxoro shahrida faoliyat yuritaman. Garmonik Plus klinikasida ishlayman va Garmonik Plus klinikasi asoschisiman. Bugun maqsadim bitta: odamlarni haqiqiy hayotga qaytarish, ularni diabet bilan yashashini osonlashtirish. Diabet bilan yashash aslida tragediya yoki qo'rqinchli tush emas, oddiygina hayot tarzi ekanligini ularga yetkazib berish. Bu meni oldimga qo'ygan eng katta maqsadim. Mening ixtisosligim bu qandli diabet, semizlik va bo'qoq, ya'ni xalq tilida aytadigan bo'lsak zob. Aynan gormonal muammolar, gormonal buzilishlar bilan ishlayman. Aynan bugun nima uchun bu gaplarni qaytardim? Ko'pchilik bilardi. Prosta yangi qo'shilganlar juda ham ko'p ekan va yangi qo'shilganlar uchun yana bir marta eslatib o'tdim. Va mana shu joyda aytmoqchimanki, hoziroq o'sha qo'lchani qizartirib qo'ying, keyin esingizdan chiqib qoladi. Hojonam, hojotam, hoja akalarim, opa-singillarim, yaqinlarim, hammalaringiz meni qarindoshlarim va yaqinlarimsiz. Shunchaki meni qo'llab-quvvatlang va bu videoni boshqalarga yetib borishga siz o'z hissangizni qo'shing. Chunki bilaman siz qizg'anchiq emassiz va maksimal darajada bizni poddershka qilasiz, maksimal darajada bizni qo'llab-quvvatlaysiz va xudo xohlasa biz ham siz uchun harakatdan hech qachon to'xtamaymiz. Sizga eng yaxshisini, har doim eng zo'rini, eng isbotlanganini va dunyo tibbiyotida allaqachon tasdiqdan o'tganini sizga bir boshdan berib boraveraman. Va eng asosiy joyga keladigan bo'lsak, demak, biz bugun aynan qandli diabeti bor bemorlar orasidagi 5 ta yolg'on yoki 5 ta tushunarsiz holatlarni tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Birinchi aldov bu: shakar yemasangiz diabet tuzaladi. Yolg'on. Qandli diabet bu shakar yeyish hisobidan kelib chiqadigan kasallik emas. Bu insulin rezistentligi. Hujayralaringiz eshigini ochmaydi, qand hujayra ichiga kira olmaydi va u qonda ko'tarilib qoladi va natijada qandli diabet kasalligi tashxisi qo'yiladi. Lekin yana bitta kichkina sekretni aytib ketaman shu joyda. Siz to'g'ri qand yemasligingiz mumkin, shakar yemasligingiz mumkin, lekin nonchi, guruchchi, kartoshkachi bularni yeysizmi? Mevalarchi, bularni hammasi qandga, shakarga, energiyaga aylanadi va bularni iste'mol qilishda davom etar ekansiz, qandli diabet shunchaki kuchayib boraveradi. Asl dushmaningiz bu sizda ortiqcha vazningiz. O'z tajribam bilan aytaman. Necha yillik tajribam davomida kuzatgan va men 100% ishonch hosil qilib va bugungi kunda asosiy da'vo usulim ham shunga qaratilgan. Ya'ni bu vaznni yo'qotish 80% holatda qandli diabetdan tuzalish imkoniyatini beradi. Men o'ylaymanki 80% sizda imkoniyat bor ekan, bu risk qilishga, vazn yo'qotishga, nafsdan tortishga
harakat qilishga, ko'proq harakat qilishga arziydi. Va men 10 kilo vazn yo'qotgan insonlarda glikerlangan gemoglobin hatto 1-2% gacha yaxshilanganini va allaqachon ularning natijaga erishganini qayta takrorlayapman. Demak, ayrim bemorlarga hattoki dori ham kerak bo'lmaydi. Mani birinchi savolim har bir bemorga shakar nechi deb yuzlanmayman ko'pincha. Men qorin aylanasi, bel aylanasi nechi deb yuzlanaman. Ya'ni qorin aylanasi 90 cm dan 100 cm dan katta ekan, u yerda dorilar faqat ko'payib boraveradi. U yerda nazorat bo'lmaydi desak ham bo'ladi. U yerda faqat quruq gap ishlaydi xolos. Tamom, boshqa hech narsa emas. Ikkinchi eng katta aldov bu metformin, eng yaxshi dori. Ha, 20 yil oldin xuddi shunday bo'lgan. Lekin hozir 2026-yil hamma narsa o'zgardi. Allaqachon yangi avlod dorilari bor. Empagliflozin, dapagliflozin, Ozempic, Salik va xullas bularni umuman sanog'i yo'q. Juda ham ko'p va bular allaqachon natijalarini va allaqachon o'z narxini oqlab ulguryapti. Faqatgina ularni to'g'ri diagnostika, to'g'ri tashxislash va keyin buyurish kerak. Shunchaki shifokor diagnostika rejasini tuzish kerak, sizni holatingizni to'liq baholash kerak va keyin eng zamonaviy dorilarni buyurish kerak. Ular shunchaki shakarni tushirish bilan shug'ullanmaydi bu dorilar. Ular vazningizni kontrol qiladi, ishtahangizni kontrol qiladi. Ular qonda qand darajasini normada, me'yorida ushlaydi. Haqiqiy dori, haqiqiy ishlaydigan dorilar shular. Real case. Bemor 45 yoshda 110 kilogramm bilan menga murojaat qilgan. Glikerlangan gemoglobini 9 dan yuqori. To'g'ri davo, to'g'ri dorilar, to'g'ri diagnostika qilib berganimdan keyin 6 oydan keyin vaznini 15-20 kilogrammga kamaytirib qayta murojaatga kelyapti. Glikerlangan gemoglobin 6,5. Bu shunchaki super. Yana 2 oy vaznini yana bir 10 kiloga kamaytiradigan bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Unda qandli diabet allaqachon remissiya bo'ladi. Ya'ni bugungi kecha kunduzda qandli diabetni remissiyaga tushirish juda ham oson. Chunki hamma narsa o'zgardi. Do'stlar, faqatgina juda ham ko'pchilik insonlarni fikrlashi o'zgarmayapti. Juda ham ko'pchilik hali ham eski fikr va eski gap so'zlar bilan yashayapti. Men hayronman, qanday qilib 21-asrda 19-asrda ishlatilgan iboralar hali ham davom etyapti. Men shunchaki shokdaman. Do'stlar, sog'lig'ingizni normalniy mutaxassisga ishoning, iltimos. Qo'ni-qo'shningizga emas, farmatsevtga emas. Uzr, endi kimnidir agarotga tosh otmoqchi emas edim. No, iltimos sizdan sog'lig'ingiz birinchi o'rinda turadi. Faqatgina tajribali endokrinologlar sizni muammongizni aniqlaydi. Faqatgina tajribali endokrinolog to'g'ri diagnostika qiladi. Faqatgina tajribali endokrinolog sizga to'g'ri dorilarni, keraksiz dorilarni emas, aynan kerakli dorilarni yozib beradi. Va qarabsizki, ahvolingiz 5-6 oyda ancha o'zgarib qoladi. Uchinchi eng katta aldovlardan biri bu shifokorlar faqat shunchaki qondagi qand darajasiga qaraydi. Ha, biroz qo'polroq eshitiladi, lekin bu to'g'ri. Va bu eng katta xato. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, qandli diabet bu aysbergning uchi. Ostida esa jigar yog'lanishi, vitamin D yetishmovchiligi, temir tanqisligi, bo'qoq, turli xil gormonal buzilishlar, yurak, buyrak, bularning hammasi kompleksni ko'rilishi va kompleksni yechim berilishi shart. Biz klinikamizda 25 ta ko'rsatkichni tekshiramiz. Har bitta bemorda hech bo'lmaganda 25 ta ko'rsatkich va har bir ko'rsatkich gapiradi. Agar mana shu ko'rsatkichlarning hammasi to'liq baholanmasa, davo shunchaki yarim qoladi. 4-aldov esa bu belgilar oddiy, shunchaki charchoqlik yo'q. E'tibor bering. Kechalari tez-tez hojatxonaga qatnaydigan bo'lsangiz, siydik ushlay olmasangiz, oyoqlarda uvishish, kuyishish, achishish, ko'z oldida xira pardalar allaqachon, qanaqadir jarohatlar, qanaqadir yaralarni sekin bitishi, oyoqlarda qanaqadir roja. Bu asoratlar boshlandi degani. Buni vaqtida to'xtatmasangiz, keyinchalik buyraklar bilan bog'liq nefropatiyaga sabab bo'ladi va nefropatiya dializgacha olib boradi va ko'zlar bilan bog'liq retinopatiya paydo bo'ladi. Retinopatiya esa ko'rlikkacha olib keladi va butun tana bo'ylab neyropatiyalar, polineyropatiyalar kelib chiqadi va
Polineuropatiyalar esa ko'pincha afsuski oyoqlarni amputatsiyasi bilan yakuniga yetadi. O'zbekistonda har yili minglab odam aynan mana shu asoratlardan vafot etadi. Bitta qiziq joyi mana shu joyda-da, bularni juda ko'pchiligini allaqachon oldini olish mumkin edi. Lekin nima uchundir yo siz e'tiborsizlik qildingiz yoki bilmayman nimalarnidir qizg'andingiz, sog'lig'ingizga qaramadingiz. Xullas, juda ko'pchilikda bu muammolar rivojlanishda davom etyapti. 5-chi yana bir aldov bu o'zim davolanaman deyish. Aynan qo'shnilarim aytdi, do'stlarim ichgan ekan deb dori ishlatish hayotga xavf. Real holatlar. Metforminni o'zi ichgan bemor laktoatsidoz bilan reanimatsiyaga tushadi. Empagliflozinni noto'g'ri ichgan ketoatsidoz bilan komaga tushadi. Glimipiridni shunchaki ovqat yemasdan ichish kerak ekan deb ichgan bemor esa gipoglikemiya komasiga tushadi. Bu dorilar hayot qutqaruvchisi. Noto'g'ri ishlatsangiz esa hayotingizni shunchaki tit qilib signallarini to'xtatib qo'yishga ham sabab bo'lishi mumkin. Tavsiyam yiliga kamida 4 marta endokrinologga ko'rinish, glikerlangan gemoglobinni, albatta biokimik tekshiruvlarni, albatta sidik tekshiruvni, albatta lipid profilini o'tkazib turish shart. Albatta oftalmologga uchrab ko'zlarni tekshirtirish, albatta oyoqlarni har safar borganda ko'rikdan o'tkazish, shikoyatlarni ko'rib chiqish shart. Do'stlar, men sizni har biringizni yaxshi ko'raman. Har biringizni sog'lig'ingizni ustida kuchim boricha, imkoniyatim yetguncha jon berib harakat qilaman. Shunday ekan, shunchaki o'zingizni asrang. Imkoniyatlaringiz juda ham ko'p va keng. Shunchaki tartibli hayotni tanlang. Shunchaki nafsizni boshqarishni o'rganing va shunchaki sog'lom hayot tarziga qadam qo'ying va shunchaki ko'proq harakat qiling va shunchaki o'zingizni asrang. Do'stlar, nimadir savol, nimadir tushunmovchilik bo'lsa, albatta kommentlarda yozib qoldiring. Hammasini ko'rib chiqib, sizga maksimal darajada javob berishga harakat qilaman. Salomat bo'ling.